nima sababdan kelib chiqadi? Hozirgi kunda juda ham ko'pchilikda faqat kattalarda emas, bolajonlarda ham uchrayotgan muammo hisoblanadi. Konsultatsiya qilganimda ko'pchilik bolajonlarni ham shu yerda уже холмик образоваться qilayotganini ko'ryapmiz va menda bolalarni olib kelgan onalar va o'zida paydo bo'lgan holmik bo'lgan opa-singillarimiz ham nima sababdan bu menda paydo bo'ldi deb hayron bo'lishyapti. Bu narsa ko'pincha psixosomatika teloga ham borib taqaladi, ya'ni odamni emotsionalniy xarakteri, emotsiya bizani boshqaradi. Sal xafa bo'lsak ham, yuragimiz ya'ni perikard spazmirованный bo'lsa ham, xronический stresslar o'tkazsangiz ham, o'sha narsadan ham shunaqa bosh oldinga ketib, bo'yin kalta bo'lib qoladi va natijada orqada holmik rivojlanadi. Va yana bitta eng asosiy sabablaridan biri bu o'pka travmalari. O'pka travmalari qanaqa holatlarda bo'lishi mumkin? Bola tug'ilayotgan paytda dibiqish bo'lishi mumkin, nafas yaxshi yetishmay qolishi mumkin bolada. Undan tashqari yillar davomida pnevmoniya, bronxit, shunga o'xshash o'pka kasalliklariga chalingan odamda ham xuddi shunaqa o'pka travmalariga uchraydi va ko'krak qafasi ichkariga qarab tortishni boshlaydi. Natijada bosh ham oldinga ketadi va orqada holmik образоваться qiladi. Demak, o'pka travmalari bilan yurak travmalaridan kelib chiqargan asosiy holmik paydo bo'lishi. Buni yo'qotish yo'li обязательно osteopatga murojaat qilishingiz kerak. Bizning Surayyo osteo sentrimizga kelsanglar, osteopat masterlarimiz juda ham ko'p. Kuniga nechta opa-singillarimizni, bolajonlarni bu muammodan qutqarishyapti, davolab tuzatishyapti. Va bu holmik образоваться qilgandan keyin nima bo'ladi? Boshqa qon kislorodlar o'tishi ham hammasini yo'li to'siladi. Eslab qolish qobiliyatiga ham, zreniyaga ham, bosh og'rishlari juda ham ko'p salbiy omillarga olib keladi. Yosh kattalarda yuz tashlab olishlari, yuzi tez qarishi, ajinlar tushishi, davleniya oshishi, tushishi hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Holmikni uy sharoitida ozgina bo'lsa ham yengillashtirishi, davolashi yo'lini keyingi postimda o'rgataman. Albatta uni ko'ringlar.